Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan deyarli barchaning sevimli salatlardan biri bo'lgan yaponcha salat tayyorlashni o'rganamiz. Bismillah deb ishimizni go'shtimizni barya qilib to'g'rab, yog'da qovurishdan boshlaymiz. Qovurilayotgan go'shtlarimizni seli chiqqandan keyin tegini pasaytirib, dimlab qo'yamiz-da, qolgan ishlarimizni davom ettiramiz. Bir dona kattaroq piyozni lamonga to'g'ragandagi to'g'rab, svetofor bolgarskilarimizni ham somoncha shaklda kattaroq qilib to'g'rab olamiz. Bu arada go'shtimizdan ham xabar olib turamiz. Qovurilgan go'shtlarimizga 2-3 dona sarimsoq piyozni to'g'rab solib, ozgina soya solib, yana qovurishda davom ettiramiz. Go'shtimiz qovurilgandan so'ng ustiga to'g'ragan piyozimizni, bulg'or qalampirlarimizni va qirg'ichdan chiqarilgan qizil sabzimizni solib, yana qovurishda davom ettiramiz. Sabzavotlarimizni ko'p qovurishimiz shart emas. Bir aylantirib olib, tegini o'chirib, qopqog'ini yopib dimlab qo'yamiz. 2 dona bodring, 2 dona pomidorlarimizni olib, yaxshilab yuvib, xuddi videoda to'g'ragandek to'g'rab olamiz va barcha masalliqlarimizni birin-ketin idishga solib, yaxshilab aralashtiramiz. Ko'katlarni xuddi videoda ko'rsatilgandek to'g'rab salatimizga solamiz va ketidan ozgina soya, yarim choy qoshiq uksus, koreyscha sol, murch, tabga ko'ra tuz va yana 2 dona chesnokni qirg'ichdan chiqarib solib, barchasini yaxshilab aralashtiramiz. Salatimizni ozgina sovutib iste'mol qilsangiz, mazasi yana ham mazali bo'ladi. Idishga solib